Atletico Madrid Barcelona o'yinini to'g'ridan-to'g'ri ko'rganlar bo'lsa agar, o'yindagi eng muhim golni Robert Lewandowski urdi deb hisoblayman. Mana shu fikrimga qo'shilganlar like bosib qo'yinglar. Eng kerakli paytda urilgan gol bu Robert Lewandowski tomonidan kiritilgan shedevr gol edi. Jahon darajasidagi top hujumchini, haqiqiy hujumchi qanaqa bo'lish kerakligini ko'rsatib qo'ygan gol bo'ldi. O'zi ham vobshe zo'r urdi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Nahotki bugun yutqazamiz degan Barselona muxlislarining savollariga, nahotki Barselona Atletico Madridga bugun yutqazadi degan butun dunyoning savollariga Robert Lewandowski yo'q deb javob berdi. Juda chiroyli gol urdi va o'shandan oldin agar kim e'tibor bergan bo'lsa, Atletico Madrid o'zining ikkinchi golini qanaqa urdi bilasizlarmi? Rodrigo de Paul bor-ku, argentinalik. Shu to'pni oldi, jarima maydonchasining tashqaridan, qaradi-da to'pga. Yaxshi, og'irgina ekan dedi-da, qo'li bilan shu hujumchiga otib yubordi. O'sha hujum gol bilan tugadi-da, 2-0 bo'ldi. Hakamga bordi futbolchilar, ayniqsa Pedri, shunaqa bechara Pedri, shunaqa tortishdi hakam bilan, qo'li bilan o'ynadi-ku, qayta ko'rib chiqilmaydimi desa, yo'q debdi-da hakam. Hakamni ko'rdinglarmi, bir yoqimsizgina hakam ekan. Undan keyingi gollar hammasi chiroyli. Ferran Torres, Lamine Yamalning gollari ham zo'r chiqdi. Hammasi 4-gol men e'tibor bermadim. Uje to'g'ri bo'ldi-ku. Bo'ldi, uje masala hal bo'ldi-ku dedimda, 4-golni men o'zim ko'rmabman. Balki Lewandowskidan chiroyli urilgan bo'lishi mumkin boshqa-yu, lekin muhimligi jihatidan Lewandowskining goli prosta gap so'z bo'lishi mumkin emas. Nima dedinglar?